Sirdaryo viloyati Guliston shahridagi Abdulloh akamni tovuq fabrikalariga keldik. 22 mingtadan ortiq tovuq bor. Qanaqa jarayonlarda yetishtirdilar, qanaqa muammolar bo'ldi, qanaqa vaksinalar ishlatganlarini qisqacha o'zlaridan so'raymiz. Assalomu alaykum Abdulloh aka, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Mikrofonni Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Shukr aka, rahmat. Tovuqlaringiz ko'z tegmasin, juda ham zo'r yetishtiribsiz. Kilolari, vес olishlari chiroyli turibdi, mashalloh. Alhamdulillah. Aka, qanaqa vaksinalar ishlatdingiz, qanaqa dorilar berdingiz, qanaqa muammolar bo'ldi? Shular to'g'risida, qanday yechimlar qilganingiz to'g'risida qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Bera olamiz. Hozir jo'jamiz 39 kunligi. Shu 39 kunligiga 237 ta padosh bo'ldi shu kungacha. 22 mingtadan 239 ta. 239 ta, 1% dan sal oshuvroq padosh chiqdi shu kungacha. Xo'p, biz aslida Rivera Diamondni firmalardan Indoneziya vaksinalarini ishlatamiz. Otabekamdan olamiz. Vaksino kompaniyasidan Otabekamdan vaksina olamiz. Vaksinalar juda yaxshi ishlayapti hozir. Quix, Inactivan, Gambarani ukoli, Gambarani o'zi ichiriladigan, Lasotda bronxit, dvухвалентный hammasi zo'r ishlayapti. Hozir bu partiya umuman muammo bo'lgani yo'q. Muammo bo'ldi. 20-kunida koli kasali keldi bizga. O'z seximizda koli kasali bor. Koli kasali keldi 20-da. O'shanda Restroflor degan antibiotik bilan Restroflor 300 bilan antibiotik bilan ichkariga kirdi. 10 taga padoshimiz ko'tarildi, uni berdi. 3,5 sutka davomida yana o'ziga qaytib bitta-ikkitaga tushib qoldi. Mana muammomiz yechildi, xudoga shukr. Mana hozir umuman kasali, yo bir slabiysi, yo bir muammoli jo'jam yo'q. Polni ichkarida hammasi sog'lom. Sal slabiy bo'lsa yoki sal holatidan har doim xabardor bo'lib turamiz. Misol uchun sal slabiylashsa yoki sal ozgina jo'ja o'zimizga yoqmasa yoki yem yeyishda yoki sal yurishida muammo bo'lsa, sirazim Telobag antibiotiklarimiz bor, Hexacon bor antibiotik, Restroflor bor, shulardan foydalanyapmiz. Rivera Diamonddan olasiz. Rivera Diamonddan shu aptekalardan hamma narsa bor. Otabekamdan borib, shu o'zimiz kerakli narsalarni olib beramiz. Aslida men telobaglarimizni gripp, Newcastle, nafas yo'li shamollashlariga rosa yaxshi ishlayapti. Sal boshlanishi, yo bir ko'zi namlanishi, sal ozgina piqir qilganda profilaktikaga olib kelib beryapmiz. Umuman kasal bo'lmasdan o'tib ketyapmiz. Mashq qilib, dorilarni, antibiotiklarni vaqtida, vaksinalarni vaqtida qilib qo'yamiz. Xudoga shukr, mana kasallik alomati ham yo'q, padosh ham yo'q. Vesi ham dorilardan ko'ringiz to'lyapti. Vaksina zo'r, dorilar zo'r. Restroflor 300 ayniqsa eng zo'ri Telobag bilan kelasi. Hozir sohada ishlaydiganlarga tavsiya qilasizmi? Beraman tavsiya. Profilaktikaga, kasal bo'lganda, padosh ko'tarilganda rosa to'xtatib beradigan antibiotiklar. Mana o'zi jo'jani yaxshi boqilinsa, 39 kunlikda ham natija oldilari mana shunaqa bo'ladi. 3 kilo 400 mana shunaqa